Muborak Ramazon oyida juda ham mazali va to'yimli bo'lgan ko'k piyozdan go'shtli nonlarni tayyorlaymiz. Ishoning ham oson, juda ham mazali bo'ladi. Idishimizga bir dona tuxum, bir choy qoshiq tuz, shakar va 30 ml yog', iliq sutni va drojani qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Unni solib, xamir qorishni boshlaymiz. Yumshoqqina xamir bo'ladi, 15-20 daqiqada tinib chiqadi. Qiyma va bir dona piyoz, ko'k piyoz va ukropni solib, tuz, pripravalarni solib, ozgina yog' ham sovordim, yaxshilab massamizni aralashtiramiz. Xamirimiz birpasda tinib chiqadi, to'rt zo'laga bo'lib, shunaqa qilib mayin dumaloq qilib ochib olamiz. Chetlariga qiymamizni shunaqa aylantirib chiqamiz va o'rtasini teshib olamiz. Va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib tugib chiqamiz. Tayyorlanishi ortiqcha vaqtingizni olmaydigan, to'yimli, saharli va iftorlida juda ham asqotadi. Ustiga tuxumni sarig'ini surtib 180 gradusda pishirib olamiz. Juda ham mazali chiqdi qizili. Usti qip-qizil bo'lguncha turdi. Albatta bu videoni yaqiningizga yuborib qo'ying yoki videoni Ramazon oyi uchun saqlab qo'ying.